ин навбат гурӯҳи кории барномаи ормон дар ноҳияи спитамен ҷамоати сарбанд қарор дорад. дар деҳаи қуште гирмон боз як кӯдакчии шифоёфта зиндагӣ мекунад. писарчии 6 сола ҷасурбек раҷабалиев 3 моҳ қабл бо нуқсони чашм дар шаҳри хуҷанд бо муваффақият ҷарроҳӣ гашт. модару модаркалони кӯдак имрӯз шукрона доранд ки биноиши чашми ҷасурбек барқарор гашту писарча назди онҳо сиҳату саломат давутоз дорад. Operatsiyadan oldin vapshi ko'rmasdi. Ko'zi oppoq bo'lib ketgandi, oppoqdi. Nima tozalab tashladi, birinchi operatsiyasini qilgandan keyin oppoq edi. Umuman ko'rmasdi. Mana quyoshga ayni qilib ko'zini ham ocha olmasdi-da bu. Keyin mana operatsiyadan keyin ko'zini ochadigan bo'ldi, quyoshga qaraydigan bo'ldi. Mana bemalol ko'raydigan bo'ldi, yuradigan bo'ldi. Yo bitta ko'zi bilan va og'riyapti dedi. Rosa yig'lardi. Hozir buni nima qilgandan keyin hech nima bilingan yo'q. Xursandman, rahmat, borliklaringga shukr. Vaqti yashagim ham kelmadi hayotda apa. Hech nima qo'limga urgim ham kelmadi. Birovlar ko'rdi, murojaat qilishidan qo'rqardim. Men tasavvur qilolmayman, rosa yomon yig'ladim. Borliklaringga shukr, rahmat apa. Shularning sog'ligi biz boyligimizda. Sog' bo'lsa biz ham sog', Xudoga shukr. Operatsiya buguncha endi uncha yaxshi ko'rmayapti. Mana keyingi operatsiyadan keyin yaxshi ko'rmay maktabga borib kelyapti, Xudoga shukr. Shunisiga shukr. Xalqimizga rahmat. Hammalaringga endi hech kim balasi kasal bo'lmasin. Sog' salomat bo'lsin doim. طبق حجت‌های طبی چند پیش جسوربک تشخیص زخم بلولکی چشم، کاتاراکت اوریزوی، چشم پرده اوریزی بعد آسیبی و خونخوابی جسم شفاف داشت. بیماری چشم پسرچه مادرزادی نیست. از گفته مادرش 6 ماه قبل کودک هنگام بازی در خانه جراحت گرفته تعجیلاً در بیمارخانه محلی جراحی گشته بود. akasi bilan o'ynayotib plasmassa o'yinchog'i tortaman deb tortishaman deb bir-biri bilan tortaman deb bu menga deb tortgan, akasi menga deb tortib buni ko'ziga kirib ketgan. Tirnoqdek plasmassani olib tashladi. Qarachig'ini o'rtasidan tirnoqdek plasmassani tozalab olib tashladi. 90% 0% deb aytib tashladi. Keyin aytsak, menimcha pul ketadi dedi. Sharoitim yo'q, qilolmayman desam, keyin doktor aytdilar, yordam nima qilsa bo'lsa kerak dedilar. Keyin yana murojaat qildik-da, sizlarga yaxshi ham borliklaringga shukr. Unchalik balam umuman ko'rmaydi dedi-da. Umuman ko'rmaydi, ko'zi vahshiy ko'rmaydi buni dedi. Bir umr ko'r bo'lib qolishdan qo'rqdim. Iloji bor ekan, shunchalik sizlar yordam berdilar, shunchalik bo'lib tuzaldi-da balam. Rosa qo'rqdim, ana bo'lib qoladi deb. Birinchi ko'zini nima qilgandan keyin qorachig'i umuman yo'q bo'lib ketgan ekanda buni. Ko'zi umuman ko'rmas ekan. Qo'rqdimki, borardim ki apamdan mayli deb sizlar yordam berdilaring. Unchalik hammani tezdan oqalar ekan. Ancha oy surib bo'lsa ham maqsa ham oyma-oyga kutar ekan odamlar, ochrat kutar ekan yillab. Menga nima qilmadilar, mayli deb rahmlari keldimi, shunchalik yordam qildilar. Rahmat. Mana balam soppa-sog', mana undan keyin ko'zchalar ko'rib, harfchalar yozyapti. Yoza olmasdi ham, daji ko'z bitta ko'zi bilan yonmacha qarab, umuman yoza olmasdi. Rosa yig'lardim. Katechalarni ko'rmasdi ko'zi. Keyin nima qilib, o'sha operatsiyadan keyin yozib, katelarni ko'rayotgan bo'ldi. Xudoga shukr, mana 5 larni olib, yozib kelyapti. Endi Nolovoyga boryapti. Rahmat. جراحی نوبتی جسوربک رجبالیف سنه 18 اکتبر سال 2021 در مرکز میکروجراحی لازری چشم جدمم باسیره گذرانیده شد. برای گذرانیدن جراحی چشم کودک متخصص از خارج کشور به شهر خوجند دعوت شد. هنگام جراحی ریکنستروکسیه و پلاستیکی قسمی پیشی چشم با ایمپلانتاسیه اینابیه صنعی و بلولک صنعی گذرانیده شد. ارزش خراجات جراحی چشم 22479 سومانی را تشکیل نمود.
که با کمک پولی مردم توسط فوند خیریوی اورمون به پورگی پرداخته شد. دکتر روسیه‌dan keldi. Rossiyadan doktor kelarkanda nimaga Bosiraga Rossiyadan doktor kelarkan bir oyda bir marta kelarkan bunaqa kasallarga 30 ta odamga olib kelar ekan. Narsa olib kelar ekan, buyurtma berar ekan. Ularga pul tashadilar, hormon tashadilar. Keyin bunga zakaz berib keyin olib keldi narsalarni. 2 marta operatsiya qildi. Bir marta tozalab tashadi, bir marta ikkinchisida liza qo'ydi ko'ziga. Ko'radigan eng qimmat, eng hamma narsani bir umrga endi javob beradigan yaxshisiga berdilar. Rahmat, sizlar borliklaringga shukur. Men tasavvur qilaman. Men bu pulni topib qilaman ham deb ko'zim yetmadi, lekin to'g'risi bu juda katta mablag' ketdi. Borliklaringga shukur. Men hech ham ko'zim yetmasdi. Balam ko'r bo'lib qolishdan qo'rqdim xolos. Xursandman. Mana shu o'tirgan uyimni ham sotishgacha bordim. Mayli, balam tuzalsa bo'ldi deb. Yo'q, mayli, ko'jon yordam beramiz. Balarimga uy kerak deb ular rosa gapirdi. Aldım oppoq edi. Hozir birinchisi bir xil-ku. Ha, yaqin. Ha. Qani intiqalon o'xshatishni. Katta och. Bu ko'zga operatsiya. Hozir navza. Ana ko'ryapsan-a? Qanaqa holat, qanday holat? Zo'r, rosa ham zo'r. Zo'r ko'ryapti, ostinni ko'ryapti. Qursa hozir bajon ko'ryapman deydi. Hozir o'yinchoqda xayoli. No'lovaga boradi. Yoz olmasdi, yozyapti-da. Ana rasmchalari. Ina xudosh kishdagimi? Yo'qda, qilolmasdi-da. Aldin yozolmasdi. Ko'rmasdi ko'rdi. Endi mana qataychalarni ko'rmasdi. To'g'ri yozyapti. Ko'rmasdi umuman ko'rdi. Mana katakchalar bor-ku. Mana shularni ko'rolmasdi, ko'rmasdi. Mamnday qilib yozib ketadi. Hozir mana katakchaga men nuqtacha qo'yib yozdirardim mana. Nuqtacha qilsam keyin ana bo'ladi. O'shanda ham yozolmasdi. Bu mana endi hozir nuqtacha, B nuqtacha yozdi. Yozib bersa endi ko'rsa. Yana yoz, 8 dan yozib tasha, Yozib to'ldirib tasha. Ana, endi bemalol ko'ryapti-da. Qarang, yozolmasdi. Bundan og'ir azob yo'qda, ko'rmasdi. Ko'rmayapman va men 5 olmaymanmi deb yig'lardi. Mana buni ko'rib 5 larni olib kelyapti endi. Ali yozolmasdi, ko'rolmasdi. Xudoga shukr. Ko'rmasdi, ana harflarni nima qilmasdi. Ma'lumot bilan rosa qiynaldik. Qarasak, bu ko'ziga nima qilyapti ekan, katechalarni ko'rolmayapti dedi. Qo'rqardim-da, men bu kunlarga yetamanmi yo'qmi deb. Xursandman, dunyoda eng mendan baxtli odam bo'lmasa kerak deyman. Balam sog' bo'lsa bo'ldi, men kambag'alligimga ichim achmaydi. Balam sog' bo'lsa bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas. Quruq qotgandan yesa men baxtliman. Hatto balarim zo'r bo'lsa bo'ldi deyman. از زمان جراحی تا این مدت رسو 3 ماه سپری گشته است. حالا کودک مثل پیشتره می‌بیند و مستقلانه حرکت دارد. از این حقیقت حال نزدیکانش شکرانه دارند و به کل مردمی سخاوت پیشه دیار که در جمع آوری مبلغ ضروری برای جراحی چشم کودک کمک نمودند درود و سپاس میگویند. Kim bilsin, hammasi yordam berganlarga rahmat. Dunyo turguncha tursin. Nimaga niyat qilganmiz hammasi niyatlariga yetib sog' salomat 2020 yaxshi kunlarni ko'rib hammasi qo'li duo qilganlarga minnatdorchilik bildiraman. Ularga menga yordam berganlarga hammasiga rahmat aytaman. Mingdan ming rahmat aytaman. Xudo xolasa men ham yaxshi bo'lib ketsam, mana shu balam kimdirga yaxshilik qilishga harakat qilaman. Hech kimni balasi kasal bo'lmasin. Sog' salomat kalom bo'lsin. Arqamizda qolsin. Biz endi qolgan insonni farzandi orqasida qolsa, shunisiga shukr qilamiz-da. Biz endi yoshimizda yashadik. Nima yashasin deyman-da, qizim. یک سال پس جسوربک به مکتب صنف 1 می رود. خوشنودیم که باز یک کودک توسط برنامه خیریوی اورمون از من بعد معیوبی و ناچاری رها یافت. آرزو میکنیم که چنین روزنه‌های شادی دائما باز باشند و آرمان‌های دل انسان‌ها همیشه جامع عمل پوشند.